22 mingga X6 ni taniq kraskasi tozasi. 11 mingga W220. Propelli mashinada nomiga propanni hidi keladi-da salondan. Nima videomga tushimda aniq. Ya siz qo'shilasiz bilan men kelisha olmayman. Nima odam ajatoz aka? Bozor uchun yangilik bo'lsa kerak. Yomon bir tarakan mashinada bor-ku. Tarakan deganda ani o'lmaydi-yu. Tarakan o'sha atom tushib ketsa. Holati yomon emas ekan. Bu mashinani to'g'ri 7 mingga ham ko'rganman. Malibu inomarka qatorida nima qildi? Bitta BYD'larni ham ko'rib ketsa bo'lar. Voy akkumulyator o'tirib qolibdi. Turib. Voy kimda qolgan? 3 litr Malibu 5 litr ezi ham dahshat ekan-ku. Mototsikl bu, skuter bo'pti-yu. Like bosib qo'ying. Like bosib qo'ying. Universal kuzov eng semeyniy mashina mana shu. Qarang. Agar Cobaltga mashina qilsak, o'sha hozir rasm daftari bo'lardi. Yechmoqchi bo'lganda tep haydab yuborishgan. So'nchlar Like bosib qo'yinglar shu kamiz. faqat siz uchun deymiz, uni o'zimizdan ham manfaat bor. Ya'ni, misol uchun orada reklamalar ham bir qo'yib turamiz. Faqat sizlar uchun deb balandparvoz gap qilish ham sal noto'g'ri bo'ladi. Bozorda mashinangizni probegi kraskasini diagnostika qilib berishadi yurishlarini. 300 ming so'mga atiga. Nomerligini yozib oling. Fara probeglarigacha tekshirsa bo'lar ekan-ku, farani ishlagan soatlarigacha tekshirilar ekan-ku. Balki ko'ndira olsangiz 4 mingga. Bilmayman. Bu yog'i o'zingizni ham mahoratingiz. Siz ham kelib savdolashing. O'sha yig'ilib sumali qilish, bir 50 ta 30 ta qarindoshlarni yig'ilib bir narsalar qilish yo'q bo'lib ketdi. 18,5 ming eng fuli 90. Chozmi? Assalomu alaykum, qildirindoshlar, charchamayapsizlar? Mana bugun yana yakshanba kuni. Qazo inomarkalarni siz bosib olishingiz uchun video qo'yamiz. Narxlarini bilasizlar, maksimum kelishtiramiz. Siz uchun talashamiz. Bizga qolsa, mana buncha ekan o'tib ketib turamiz-ku. Ani talashib tortishadigan, narxni kelishtirib beradigan o'zi kim o'zi? Yozib qoldiringlar. Siz tanigan. Bitta like bosib poddershka qiling, xudo xolisa yana qizuv mashinadan qo'yamiz. Yana ma'lumotlari bilan qo'yishga harakat qilamiz. Hozir mashina bozori eng tepasidamiz. O'shaning uchun oldimizdan chiqqanidan boshlab yo'l-yo'lakay ko'zimizga yoqqani yozib ketamiz. Yozib qoldiring, keyin safar aynan qaysi brend, qaysi mashinani qilsa sizga ko'proq ma'qul keladi. Qaysi birini kutib olsa o'zi. Nima mashina chiqsa bosib yuborgan bo'lardingiz. Nech pulli atrofida mashina. Tak, oldimizda birinchi bo'lib Mers bor ekan. Kimdan edi? Kizon. Assalomu alaykum. Kizon aka, charchamayapsizmi? Nech pulida bu? 2007-yil zavod restyling 325 ming probeg 3 litr motorli ekan. Y300 da